Assalomu alaykum TikTokdagi yaqin do'stlarim. Yoshligimizda otamning mazasi bo'lmasa ham, dadamizning mazasi bo'lmasa ham ishga ketardi-da. Endi o'sha paytda yosh edik, joni og'riyotgan bo'lsa, mazasi bo'lmasa, ishga bormasdan uyda yotsa bo'lmasmidi deb o'ylardik. Endi ishga borib nima qiladi, uyda yotsin deb shunaqa fikrda bo'lardi yoshlikda. Bugun mana erta tongda uyg'ondim. O'zim ham mazam yo'q, ozgina. Qandaydir boshqacharoq uyg'ondik. Biz ham ishga ketyapmiz. Endi hozir shu paytda bildimda, otam mazasi bo'lmasa ham nima uchun ishga borganini endi hozir tushundim. Mayli endi dadam umri uzoq bo'lsin. Vaqtida bilmadik. Afsus kechmas, Xudo xohlasa ko'p narsani tushunib yetyapmiz. Chunki o'zimiz ham ota bo'ldik. Bekorga aytishmas ekan, o'sha erkak kishini bitta do'sti bo'ladi, agar o'lmagan bo'lsa otasi do'st bo'ladi deb bekorga aytishmas ekan. Hammamiz ham otalarimiz umri uzoq bo'lsin, ilohim, tani joni sog' bo'lsin. Rahmat dadamizga, joni og'risa ham bizni deb ishga borgan ekan.